Toshkent tumani axborot kutubxona markazi Chingiz Aytmatovning 97-yilligi munosabati bilan book trailer tayyorladi. Chingiz To'raqulовich Aytmatov 20-asr qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va jahonga tanilgan yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar ovulida tug'ilgan. Chingiz dastlab rus maktabida, keyin qirg'iz maktabida o'qidi. Qishloq sho'rosida kotib, soliq yig'uvchi brigada hisobchisi bo'lib ishladi. U 1948-yilda Jambul zoveterinariya texnikumi, 1953-yil Qirg'iziston qishloq xo'jaligi institutini tamomlagan. 1956-1958-yillarda Moskvada Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi oliy adabiyotchilar kursida tahsil oldi. Chingiz Aytmatov bolaligidanoq badiiy adabiyotga ulkan mehr qo'ygan bo'lib, nasriy asarlar yaratish bilan astoydil shug'ullanadi. Chingiz Aytmatov davlat va jamoat arbobi sifatida ulkan ishlarni amalga oshirgan. Muhammadjonov bilan hamkorlikda Fudziyamadagi uchrashuv nomli drama yozgan. Chingiz Aytmatovning asarlari 80 dan ortiq xorijiy tillarga tarjima qilingan. Adib nomini ilk bor xalqaro miqyosda mashhur qilgan 1958-yilda yozilib, jahon xalqlarining 40 dan ortiq tillariga tarjima qilingan asar Jamila qissasi bo'ldi. Jamila qissasini Louis Aragon muhabbat haqida yozilgan jahondagi eng ajoyib qissa deb atagan. Xullas, Chingiz Aytmatov davrimizning zabardast yozuvchisi sifatida o'zbek kitobxonlarining ham sevimli adibiga aylangan. Taniqli adib 2008-yil vafot etgan.